oti bilan o'zligini sevganlarga salomlar. Men Fahima Sulton. O'lkasini yuksak istiqlolini qo'rishni bilgan turk millati tilini ham yot tillarning bo'yinturug'idan qutqazmalidir. Mustafa Kamol Otaturk. Maqola unvoni yo sarlavhasi Tabor va Turk Tabor haqida. Turk Tabor atamasi qachon qo'llashga kirgan? Maqola 2023-yili So'zlar va tushunchalar kitobida o'z o'rnini olgan va bosimdan chiqqan. Maqola yozuvchisi Muhammad Halim Yorqiy. Ustoz Abdulbasir Muqimiy Javzijondan va doktor Said Farid Mahmud Turkiyadan ulug'vor ustozimiz Muhammad Halim Yorqiy janoblariga Turk Tabor atamasi va uning o'zbekchada qachondan buyon qo'llanilgani haqida so'roq bergan ekanlar. Qaптolida majoziy safalardagi ayrim tortishuvlar va qarama-qarshiliklar sababi bilan ustozimiz bugungi maqolani qalamga olganlar. Atamada asosiy so'z bu tabordir. Demak, uning yozma qaynoqlarda qanday bo'lganini har tomonlama tekshirish kerak. Tabor so'zi turkcha yozma manbalarda birinchi qatla O'rxun tosh bitiklarida ishlatilgan. Ekraningizda suratda ko'rib turganingizdek matnning turkcha tarjimasi. U qavmi Toborda qo'ndirdik. Xuddi shu yozuvni doktor Husayn Muhammadzoda Siddiq forschasini shunday tarjima qilgan. Mardumro dar Tabor uskon dodi. Muhammadzoda Siddiq Tabor so'zini shunday ochiqlaydi. Bu so'z xuddi shu talaffuz bilan forschaga kirib kelgan va uning ma'nosi asl va nijotdir. Islom davri turkchasida uni to'y bilan, ya'ni tabur shaklida yozar va el-u jamiyat ma'nosida kelar edi. Tabriz zotidagi ilk so'z iz birikmasi bilan shu so'zdan yasalgandir. O'rxun tosh bitiklarida tabor, tabar yer oti va shaxs laqabi sifatida kelgan. Sesangiyotning so'zligi bo'limida tobur, tobor yer va qavm oti deyilgan. Mahmud Koshg'ariy Devon-i Lug'ot-u Turkda bu so'zni tapar shaklida shaxs oti sifatida eslagan. Topar yo tabar o'z Xoqon Qipchoqning ikki o'g'lidan birining oti. Tobor, tobur, tabar, tabor, tapar so'zi turk tilida juda eski yozma va o'tmishga egadir. Xuddi shu ildizga bo'lsa kerak, Farhangi Vojagoni Daxili Turkiy dar zabonهای فارسی va arabiy so'zligining muallifi taborni forschaga o'zlashtirilgan turkcha so'zlar qatorida qayd etgan. Tabor so'zi eski va yangi forscha so'zliklardan mavjud. Bu so'zliklarning ayrimlarida Shohnomadan baytlar o'rnak berilgan. U da Sulton Mahmuddan jalb qilingan va tarixi uncha eski emas. Forscha so'zliklarga ko'ra tabor ma'nolari asl, nasab, nijot, xonadon, dudmon, nasl, asl, gavhar, qavm, qabiladir. Tabor so'zi pashto tilida ham tey pandak bilan yozilib, qavm va qabila ma'nosida ishlatiladi. Yuqorida eslab o'tilgan manbalarga ko'ra, tabor so'zi qidomati forscha va pashtuchaga nisbatan turkiy yozma manbalarda qadimiyroq ildiz va qo'llashga egadir. Tabor so'zi O'rxun tosh bitiklari va Devon-i Lug'ot-u Turkda kelgan bo'lsa-da, Eron va Afg'onistondagi turkiy tillarga forschadan kirib kelgan deya taxmin qilinadi. Bu so'zni O'zbekiston va boshqa turkiy o'lkalar ishlatmaydi chog'i. Tabor atamasi 7 Savr 1357 yilidan so'ng matbuotga asta-sekin ishlatilgan. Bu kunga kelib bu atama matbuot va yozma asarlarda keng qo'llanilmoqda. Ushbu atamaning o'zbeklar ichidagi ma'no va tafsiri. Birinchi, Turk Tabor bu asl nasabi turk degani. Ikkinchisi, asl nasabi turk, biroq tilini yo'qotgan kishilar. Uchinchisi, asl nasabi va ildizi turk, biroq ma'lum jo'g'rofiy va ijtimoiy iqtisodiy sharoitda uzoq muddat yashab, o'ziga xos millat bo'lib, mustaqil ot va o'zallik, til, adabiyot va madaniyatga ega bo'lgan xalqlar. O'rnak uchun o'zbek millati tili yo adabiyoti, qozoq millati tili yo adabiyoti, turkman millati tili yo adabiyoti.
Bu o'rinda turkologlar qozoq turkchasi, ya'ni qozoqcha, o'zbek turkchasi, ya'ni o'zbekcha kabi atamalarni ham ishlatadilar. O'zbek, turkman, totor, qozoq ko'plar mustaqil xalq sifatida ularni tan olganlar. Biroq Turkiston doiyachilari uchun barchasi turkdir. Shuningdek, tillar ham Turkiston doiyachilari uchun turkcha va uning shiva yo lahjalaridir. Turktabor atamasi haqida ham fikrlar shunday turli xildir. Endi yuqoridagi ma'lumotlarni e'tiborga olib, Turktabor atamasida ham fikrlar turlicha. Ayrimlar bu atamani to'g'ri deb uni umum turk nasabli, ildizli va etniki turkiy taalluqi bo'lgan xalq tushunchasini ta'bir va tafsir qiladilar. Bir kishi turklar haqida keng ma'lumoti bo'lmagan kimsaga qozoq yo o'zbekni Qozog'iston yo O'zbekiston millati deydi. Biroq bularning etnik taalluqi nima deb so'ralganda, ular turkiy xalq yo turktabor deb tushuntirilishi mumkin. Ya'ni asl va nasablari va zurriyoti turk demakdir. Ikkinchi to'p kishilar turktaborni asli nasabi turk, biroq tili va ko'plab urf odatlarini unutgan xalq deb tushunadilar va ta'bir qiladilar. Biroq ayrimlar bu atamaga keskin qarshi chiqib, tilini unutgan va tili turkcha yo biror tarmog'i bo'lmagan kishi hech qachon turktabor yo turk bo'la olmaydi degan fikrga oyoq tiraydilar. Hozir Afg'onistonda tabor so'zi va turktabor atamasining qavm, ildiz, nasab kabi tushunchalari turli mavridlarda qo'llanilmoqda. Bizningcha har bir o'zbek, turkman, totor, qizilbosh, aymoq, qirg'iz kabi xalqlarni etnik asliyati va ildizlarini tushuntirmoq uchun kezi kelganda turkiy xalq yo turktabor deyilganda hech qanday yanglish yeri yo'q. Bugunlik bizdan shuncha. Yaxshi qoling.